mijozlarimizni do'konimizda eng ko'p sotiladigan shtapel ko'ylagimiz bor. Hozir o'sha ko'ylaklar hayitga onamlarga xarid qilmoqchiman. Keyin ko'pdan ko'p sizlardan keladigan savollar bor. Shtapel kirishadimi, kirishmaydimi? Men oldim kirishib qoldi-ku deysizlar. Hozir men o'sha ko'ylakni o'zimga xarid qilib olaman onamlarga. Keyin uni uyga borib sizlarga o'zini instruksiyasi bo'yicha yuvib beraman. Eng ko'p sotiladigan, eng talabgir ko'ylagimizdan bittasi Dubai Karina brendiga mansub bo'lgan shu ko'ylagimizni xuddi shuni hayitga onamlarga hadyalikka olaman. Bir shunaqa chiroyli hadyaliklar bilan onamlarni xursand qilamiz va albatta buni sizlar bilan birga yuvib ko'rsataman. Qanaqa qilib yuvish kerak, qaysi gradusda yuvganda bu ko'ylagimiz kirishmaydi. Ketib yuvgan bo'lishini keyingi kadrlarda kuzatib boringlar. Aziz mijozlarimiz, ko'ylakni uyga olib keldim. Endi uni hozir sizlar bilan yuvib, qanaqa kirishadimi, kirishmaydimi, shuni bilib olamiz va to'g'ri yuvishni o'rganamiz. Hamma uydagi ayollar ham bilishadi, 45 ta yuvamiz. Masalan, meni hozir kir mashinamda bu 45 bystrida yuvamiz. Lekin shtapel matoshni ozgina kirishga moyilligi bo'lgani uchun uni doim 30 gradusda yuvishimiz kerak. Hozir funksiyani o'zgartirib olamiz. Mana 30 gradus, o'tjimi 800 ga tushirib qo'yamiz, o'shanda kirishib ketmaydi. Bu qo'lda yuvgan bilan bir xil bo'ladi. Aziz mijozlarimiz, kiyimimiz to'g'ri yuvilgancha unaqa g'ijim ham bo'lib ketmadi. Aytirib qo'ysak, shunaqa g'ijim bo'lib chiqmaydi kiyimlarimiz. Endi buni qurishini kutamiz. Aziz mijozlarimiz, mana ko'ylagimizni yuvdik, ko'rdinglar, dazmoldan keyingi holatini ko'rsatib beraman hozir. Umuman kirishmaydi, o'zini holatini yo'qotib qo'ymaydi. Qanday 30 gradusda yuvarkansizlar buni. Kirishib qolmas ekan. Lazim mashinada yuvganingizda ham faqat gradusini to'g'irlab olsak bo'ldi ekan. Aziz mijozlarimiz, gap isboti bilan ko'ylakni yuvib keldim, do'konga olib keldim hadya qilishdan oldin. Men yuvib kelgan ko'ylak, mana birkalari ham yo'q, o'sha olingan, chunki sotib oldim o'sha kuni. 44 razmeri. Dilinani ko'rasizlar, bu do'kondagi yengisi. Birkalari turibdi. Dazmoldan keyingi, yuvgandan keyingi holati. Na eniga, na bo'yiga kichraydi. Hammasi qanday bo'lsa shunday qoldi. To'g'ri yuvilgan kiyim hech qachon kichrayib ketmaydi. Shtapel kichrayib qoldi, bo'yidan ketib qoldi deysizlar, demak gradus noto'g'ri bo'lgan yoki issiqroq suvda yuvib borgansizlar. Agar to'g'ri stirka bo'lsa, hech qanaqa o'zgarishsiz o'zini shu holatini yo'qotmaydi. To'g'ri yuvamiz, hech qachon kiyimlarimizda kichkina bo'lib kichrayib qolmaydi.